Voy, вам уже pora magazin открывать deyishardi. Buva, bitta bulchka yey deb. Komil opa, bu ichki kiyim sotishdan oldin nima bilan shug'ullangansizlar? Bu meni birinchi nevaram Firdavs. Oddiy bulchka pishiryapmiz, pishiriq. Pусть mashinka чтоб стояла на баллонах deganda tag'im. Hamma narsadan Allohim o'zi shunaqangi bir bizga kuch-quvvat bergan. 2009-yilda mana shu ichki kiyim biznesiga o'tamiz deganmiz. Bu biznesni boshlaganimizda aniq bilaman, birinchi kuni biz 60 ming so'm savdo qilganmiz. Prям aniq esimda etamiz. Allohim, shu bugun 100 ming savdo qilaylik derdik. Bu videoda noldan boshlangan biznes tajribamizni gapirib beraman. Komil opa, bu ichki kiyim sotishdan oldin nima bilan shug'ullangansizlar? Bu biznesimiz ancha oldin boshlangan. Ota-onamizdan boshlangan degan bo'ladi. Men o'zim esimni taniganimdan beri onam faqat savdo bilan shug'ullanganlar. Kichkinaligimdan o'zim ham savdo bilan o'sha onamlarga qarashardim. Kichkinaligimdan. Oyijonam xuddi shunaqa, yoshliklarda endi turmushga chiqqanlardan keyin bog'chada ishlaganlar, keyin men kelin bo'lib tushimdan sal oldin Kadishvada parfyumeriya sotishgan. Keyin уже men kelin bo'lib tushgan paytlarda marojniy biznesligi bor edi. U marojniy biznes men domga kelin bo'lib tushganman, domni tagida xolodilnik bo'lardi, o'sha marojniy tochkaligi bo'lardi. Men kelin bo'lib tushdim, ikkinchi kuni Fazil akam kastapravliga ishga kirdilar. Bir oy kastaprav bo'lib ishladilar, bir oydan keyin oila olib keldilar. Olib kelgan oilalariga adajon, oyijon ketdilar. Mana shu birinchi oyligim edi. Shuni uchastkaga tushib, dodajongilar bilan osh qilib, shu yerda har xil narsalar olib kelsangiz, oyi bo'ladimi dedilar, oyijon bo'ladi dedilar. Shu bilan oyijon bozorliklar qilib keldilar, keyin oyijon pastda osh qildilar. Shunaqa birinchi oyliklarini dodamdan duo olaman deganlar. Keyin Fazil akam shunaqa oylik olganlaridan keyin qandir menda ham bir xursandchilik bo'lib, shunaqa yosh bo'lib turib pul topsa bo'lar ekan degan fikr kelgan. Keyin yonimizda magazin bor edi. Chetga pishiriq topshirish fikr uyg'ongan. Keyin oyijonga aytganman, oyijon, Fazil akam tug'ilgan kunlari bir oydan kelgan. Shunga etik podarka qilmoqchi edim. Men pishiriq pishirsam, foydasiga olib bera olasizmi? Etik etsam, ha dedilar. Shunaqa qilib men pishiriq pishirishni boshladim. Etik sotib olganmisiz? Etik sotib olganman, faqat oyijon olib kelib berganlar. Bir oyda ancha-muncha paxlava sotilgan. Chimkentdan olib kelib berganlar, juda ham chiroyli. Pol sapog edi u etik. Shunaqa уже bitta etik olgandan keyin narsa qila olarkanmiz degan fikr uyg'ongan. Bu meni birinchi nevaram Firdavs. Fazil akam kastaprov bo'lib ishlayotdilar bu paytlarda. Men pishiriq pishiryapman. Qaynsinglim, qaynam Sardor Shahnoz bilan Kadishvalarda do'konlarni aylanamiz. Shetlagan paxlava topshiramiz. Bitta farzandli bo'lguncha topshirdik. Keyin уже Javohir tug'ilgandan keyin birinchi farzandimiz o'sha paytlarda topshirmadik. Qanchadir payt o'sha paytlarda erta bahorda oyijon 40 letdan yana bitta marojniy tochka ochaylik dedilar. U joyimizda oyijon ishlashni boshladilar. Keyin sekin bulochka pishirishni o'rganish fikri keldi. Keyin uni jambulga borib o'rganib keldik bulochkani. Fazil akam ikkalamiz borganmiz, Xo'rinsa xolam bilan. Shunaqa qilib bulochkani o'rganib kelgandan keyin уже u yoqdan narsalarni ham olib keldik-da. Toshkentga kelib, srazu xamir qilib, shu kunni o'zida 1 litrga xamir qilganmiz. 1 litrdan 40 ta bulochka chiqadi. Ertasi kuni ertalab men hayronman, qanaqa qilib Tashmiga olib borish qatdan fikr kelgan. Qandir bir Allohim o'zi yo'l yo'riq ko'rsatgandek, Tashmiga borib topshirganmiz. Borib birinchi kunni o'zida birinchi tochkaga olib bordik. 40 ta bulochkamizni olib qoldi. Shu kuni keldikda yana xamir qildik. Ertasi kuni olib borsak, olib qoldik. Keyin Fazil akam ikkalamiz Tashmini aylanib chiqdik. Joylari ko'p ekan. Uyga kelgandan keyin уже 2 litrga xamirga qildik. Keyin yana ko'proq joyga topshirishni boshladik. Uni orasida pishiriqlarimiz ham bor. Ularga faqat bulochka emas, medovый olib boramiz, Napoleon boramiz, muravennik olib boramiz. Keyin shunaqa qilib sekin ko'payishni boshladi. Bir kun Fazil akam bilan mana shunaqa
kirib kelyapmizda Volkswagen mashina ko'rganman. U birinchi marta bunaqa inomarka mashina ko'rishim. Voy Fazil aka, men mashinani qarang, menga ham shunaqa olib bering desam, xo'p dedilar. Lekin biz o'sha paytda o'zimiz avtobusda kelyapmiz. O'sha pishiriqlarimiz korobkalarda, korobkalab stakanchik morojenining korobkasi to'rtburchak bo'lardi. U korobka og'ir bo'lardi o'zi. Ezilmasligi uchun o'sha korobkaga taqlerdik. Mani qo'limda ikkita, bu qo'limda ikkita, 4 ta korobka menda, 4 ta korobka ularda. Qo'polda. Yana shu korobkalar bilan ketamiz. Ichdigini topshiramiz-da, yana qaytishga shunaqa ketamiz. Shunda Fazil akam ham aytmas ekanlar, "Sen qaysi kallang bilan o'ylayapsan ham demas ekanlar-da hech qachon. Bo'ldi. Qachon berasiz? Johil birinchi sinfga borsa olib berasizmi desam, "Men olib beraman." "Rostdan olib berasizmi?" desalar, "Hin" deyaptilar-da. Shunaqangi bir xursand bo'lib ketganman, rostdan ham deb. O'zi qandir Allohim bizani qalbimizga shunaqa bir cheksiz narsa solaverar ekan, niyatni faqat katta qilar ekanmiz. Avtobuslar bir kun aniq qaytib kelayotganimizda, "Voy, Allohimga behisob shukr, shunchalik ishimiz bor" deyapman-da. Oddiy bulchka pishiryapmiz, pishiriq. Lekin shu qilgan narsalarimizni topshirib sota olganimizdan xursandmiz. Lekin o'sha pishiriqlarni rostdan ham shunchaki pishirmaganmiz. Men o'zim boshqacha yaxshi ko'rardim pishiriq pishirishni. Mana shu ishimizga agar mehr bersak, o'sha mehr bilan bo'lsa, shunchalik ish zo'r bo'ladi shekilli-da. Kundan kunga u ishlarimiz ko'payardi. Uje u paytlarda bolaga qarashga vaqtim bo'lmasdi. Mana hozir endi bolasiga ozgina qarab turibman. U paytda mashina bo'lmaganmi? Avtobusda tashgan ekansiz bulchkadan? Yo'q, mashinamiz bo'lmagan. Mashinamiz Adajon 2001-yilda $1,000,000 Jiguli olib berdilar, yashil furgon. Uje juda ham ko'p ob'yom bo'lib ketgan. 10 litr sutga qilamiz, uje bulchkalarimiz ko'p. U paytda uje xamirni Fazil akam qiladilar, Sardor qilishadi. Juda ham ko'p bulchka qilganda ham katta ob'yom, uje 400-480 ta bulchka qilamizmi? Oyjon, men, Shahnoz hammamiz birga o'tirib qilamiz. List bo'lib ketadi. Uyimizga mabodo mehmon kelib qolsa, mehmonlar uzoqdan kelardi endi bizanikiga, mehmonlarimizni ham hammaligi bulchka qilishardi. Uyimizga endi biz to'rxonada turardik. Bundan ikkitasi uje spalni, ikkita xonamiz bor, bitta xonamizda zal, bitta xonamizda ham o'zimiz o'tiramiz. Shu xonamizda pishirgan bulchkalarni qo'yamiz. Tagiga klyonka solib, ustiga dasturxon solib, bitta listga 10 ta bulchka ketadi. Listlarni yerga yoyib chiqamiz. Bu bolani adasi Javohir juda ham sho'x bo'lardi. Pishgan bulchkani borib shundoq bosib olardi. Uje bulchkani qattiq bosgandan keyin ko'tarilmasdi. Bu bitta bulchka yeydi, shunaqa qilib bulchkalarni bosib ketardi. Bulchkalarimiz juda ham zo'r ketyapti. O'sha 10 litr, 12 litrga qilamiz. Uni orasida uje sampiga ham topshiramiz. Tashmi, sampi. Uni orasida irrigatsiya bor. Irrigatsiyani Dilbaramman boshlaganlar boshini-da. Keyin irrigatsiyaga ham topshiramiz. Institutlarimiz ko'p topshiradigan. Bulchkalarimiz sezonniy edi. Kuzda, qishda ketadi, uje erta bahordan uncha ketmaydi-da. O'sha paytda keyin Adajon sampiga olib ketadigan bulchkani Adajon olib ketardilar. Qolganini biz tashmiga topshirardik. Shu yillari Dilbaram mamam Toshkentga kelgan paytlari bo'lgan. Ular ham bulchkalarimizni ko'rib, "Men ham topshirib ko'ray" deb Alayskilarga olib borib topshirganlar. Shuni orasida irrigatsiya institutiga olib borganlar. Ularning qizlari Saida, u ham bizga chiqardi. Bulchka qilardik hammamiz kechqurun 11-sinf edi u. Paytda maktabda o'qirdi. Kechasi shunaqa paytlar bo'lgan. Bulchka pishirayotganimizda bulchkalarimiz qop-qora ko'mir bo'lib uxlab qolgan paytlarimiz bo'lardi. Keyin kech kuzda 2002-yildami Adajon Chimkentdan 10-15 tami, bilmadim, undan ko'proqmi ot oldilar. Keyin u otni boqishga Fazil akam Chimkentga ketdilar. To'lqin tog'am bilan birga u yoqda ot boqishdi. Keyin Fazil akamni ko'rishga borgim kelardi. Nima deb aytishni bilmasdim.
keyin ojam o'sha yoqqa ham olib borib paxlava topshiraylikda. Oldinligida magazinligi bor desam, mayli borging kelsa borib topshirib kelaver derdilar. Shu paxlavani bahona qilib Fayzligam ko'rib kelardim. Keyin 5-6 oy ishladilar shekilli. 5-6 oydan keyin keldilar. 5-6 oydan keyin bizni marojniy joylarimizga уже narsalar qo'shdik. Suvlar qo'shdik, hot-dog qo'shdik, jvachkalar ham, kukuruzlar ham, hamma narsa qo'shdik, mayda-chuydalar. Fresh bo'ladigan jvachkalar bo'lardi. Hammasini dona-donalab sotib olib kelib, taxminan shundoq stolimiz bor edi. Endi kam pulga olib kelganimiz uchun bundoq kam-kam o'zini korobkalarda qo'ya olmasdik, ozgina bo'lib qolardi. Hamma narsani yoyib taxlaganmiz. Shu kunni o'zida adashmasam 100 mingga savdo qilganmizmi? Endi o'sha paytlarda endi eslolmayman. O'sha kuni почти hamma narsamizni sotganmiz. Ertasi kuni yana xuddi shunaqa edi. Shunaqa paytlar bo'lardi. Marshrutkalarda borib kelardik. 91-marshrutkada o'tardik. Hamid Olimjon metro tomonidan o'tganda birinchi etajda zo'r do'konlar bo'lardi. Kiyim do'konlari, o'sha paytda Mangom, o'sha eng qimmat do'konlar. Shunaqangi havas qilib o'tib ketardim. Men ham shetlardan kiyim kiyarmikinman. Xudo xohlasa chetga kelib kiyim kiyaman derdim. Qanaqadir bilmadim. O'shanaqa niyatim bo'lardi. Allohim shu kunlarni ham nasib qildi. Toshkentda bayramlar bo'lib qolsa, farqi yo'q. U Navrozmi, nimaki bayram bo'lsa, dvoretga chiqib marojniy sotamiz oldimizga. 25-mayda har yili 2001-yildan boshlab Komsomolskiyga chiqardik. 25-mayda bitiruvchilarning kuni juda ham odam ko'p, вообще zo'r savdo bo'lardi. Marojniy ham sotardik, hot-dog ham sotardik. Uni orasida lekin endi juda ham u tinimsiz sotganimiz uchun xolodilnikni ochib yopgan paytda marojniy tinmay ketadi, marojniylar erib ketadi. Fayzlik ham Qibrayga borib muzam olib kelardilar. Sardor ham chiqadi, Shahnoz ham chiqadi, hammamiz chiqamiz-da. Shu paytda hamma har xil tochkada bo'lganmi yoki hammanglar bitta tochkada sotarmi? Yo'q, bitta tochkada sotardik. Chunki odam juda ham ko'p bo'lardi. Kimdir pul sanab turadi, kimdir olib berib turadi. Uni orasida Fayzlik ham muzga borib keladilar. Undan tashqari bolalar kuni Telminga обязательно borardik. Keyin Komsomolskiyda ishimiz bitgandan keyin bo'lib uyga ketmasdik. Komsomolskiyda ishlardik. Soat 3-4 gacha ishlagandan keyin u paytda Turkiston saroyiga borardik. Turkiston saroyida bolalar konsert berardi. U paytda Otabek shou bo'lardi. Soat 5:30larga u yoqqa borardik. Bu yerdan chiqib, o'sha xolodilniklarda Adajonda o'zi oldindan Moskvich haydaganlarda pritseplari bo'lardi. Bizga Adajon olib bergan mashinalarda parkopi bor edi, pritsep ulanardi. Adajon o'zlari yoshliklarida Moskvich haydaganlarda unda ham parkopi bo'lgan, Adajon o'zi oldindan pritsep haydab yurgan bo'lganlar. O'sha pritsepga xolodilniklarimiz ortib Turkiston saroyiga borardik. Hamma yoshlar keyin betdan chiqib konsertga boradi, konsertga kirishdan oldin marojniy yeb kirib ketadi. Birinchida bolalar kuni обязательно Telminga borardik, ertalabdan dvoretga borardik. Shunaqa qilib hamma bayramlarda ishlardik. Navro'z juda ham katta bayram. Navro'z endi bahorda, mana qishin bilan hamma uyda o'tirgandan keyin Navro'z juda ham katta bayram bo'lardi. Navrozda bir kun dvoretga chiqdik. Shunaqangi zo'r savdo qilganmiz. Keyin uyga keldik, pullarimizni taxlavamiz. Endi u paytda pulni bilmadim. Mana shunaqa qilib yoyarkanmiz-da, sumkadagi pulni. Keyin 21-mart O'zbekistonda Navro'z, 22-mart Qozog'istonda Navro'z. Bir kun keyin nimadir bo'ldi deb, ertaga Navro'z Qozog'istonda va biz ham boraylik deb hammamiz oilaviy ketganmiz. O'sha kunni o'zida ketdik Qozog'istonga. Fayzlik hamgilarning qarindoshlari ham marojniy sotishardi. Shu bilan u yoqqa bordik, marojniy sotadigan tochkaligi qarindosh urug'lar bor. U yoqqa borib marojniyni olib, hammasini to'ldirib, o'sha olib kelganmiz. Xolamnikiga olib kelganmiz. Ertalab voqli ishga chiqdik. Abay parkida edi.
qozonli morojniyni balmuzdaq deydi. Balmuzdaq deb shunaqa sotganmiz hammamiz. Kechasi uxlayapman, bola shunaqa yig'laydi, Javohir u paytda 2 yosh bo'lmasa kerak, kechasi bilan yig'laydi, balmuzdaq deyapti. Men endi tush ko'ryapman, bu bolaga balmuzdaq mumkin emas deyman-da. Ammo kunim bilan balmuzdaq deganim uchun haligi bolani yig'layotgani menga balmuzdaq deb eshitilgan ekan-da. Juda ham qiziq bo'lgan. Keyin shunaqa qilib 91 marshrutkada borib kelamiz. Shunaqa paytlar bo'ladi, endi baribir kunim bilan tinmay ish qilamiz. Baribir charchog'i bo'ladi. Uxlab qolaman, marshrutkada o'tib ketib qolaman, bir xil paytda peshkom qaytamiz. Fayzil akam keyin so'rikletda o'tiradilar. Obedda mana shunaqa peshkom ovqatlar olib borib olib kelib yurardik. Masalan, bir payt men boraman, bir payt Sardor boradi. U paytda unaqa bilmasam taksilarda yurish yo'q edi. Pullarni har bittasini tejab ishlatamiz. Keyin sekin biz so'rikletdagi joyimizni garajni tashqarisida bo'lardi. O'sha garajda xolodilnigimiz bo'ladi. Bo'ldi. Aravachada o'tiramiz. Stulimiz ham, aravamiz ham hamma narsa o'sha aravacha. Uni rasmlarini qo'yib yuboramiz. Kimni garaji edi? Qanaqa bu garajga xolodilnikdan qo'ygansizlar? Bu garajni oldiga xolodilnigimizni qo'yardik. Pastki tomonda общий garajga qo'yardik. Keyin bu garaj bizga juda ham qulay edi. Havas qilardik shu garajga. Bu bizaniki emas edi. Keyin 2003-yilda bo'lsa kerak, bu garaj sotiladigan bo'ldi. Adajonga aytdik, Adajon bizga bu garajni olib berdilar. Bu garajni olib bergunlaricha, lekin bizani уже garaj tashqarisida savdo qilamizmi? Уже hamma narsamiz bor edi. Biza nafaqat hot-dog, suv, biza уже bu yerga parfyumeriyalar ham qilganmiz. Bitta stolimiz bor edi. Pampers bormi? Hamma narsalar, shampun, parashok, hamma narsa sotamiz. Уже xuddi magazindek. Klientlarimiz ham ko'p bo'lardi. Voy, вам уже pora magazin открывать deyishardi. O'sha garajni olib berganlarda yangi paytda shu garajga shundaylicha ko'chib kirganmiz. U o'sha o'zini bordovoy rangligicha turgan. Keyin qanchadir paytdan keyin u garajni ichini remont qilib, oppoq qilib kraskalab, polni xuddi magazindek qilganlar Fayzil akam. Shunaqa qilib bizda bu yerda уже magazinim xuddi magazindek qilib olganmiz garajni. Shuni orasida keyin o'rtancha farzandli bo'lganmiz. U farzandli bo'lgan paytimizda Ojon Fayzil akam oldilariga borganlar. Fayzilla, tabriklayman. Farzandli bo'lding deganlar. U shunchun ko'p aytadilar-da. Xonzoda tug'ilgan paytda men garajda o'tirganman. Oyim kelib, "Tabriklayman seni. Farzandli bo'lding" deganlarni mana hozirgacha esimda turadi deb aytadilar-da. 2004-yili shunaqangi o'sha qizimizni ham oyog'i yengil keldimi? Shu yili do'kon qurishga ruxsat berildi. Shu yili keyin Adajon bizga shetga 2 ta xonali qilib dala do'kon qilib qurib berdilar. Bitta do'konimizda faqat oziq-ovqat sotamiz, kolbasa, napitklar, suvlar, pechenyelar sotamiz. Bitta do'konida kartoshka, piyoz, faqat sabzavotlar sotamiz-da. Dala do'kon bo'lib ruxsat bergani uchun. Shuni orasida yana keyingi yiliga bo'lsa kerak, yashab turgan Lisinovoda turardik. Birinchi etajdagi domni Adajon sotib oldilar. U birinchi etajdagi domni sotib olib, u ham magazin bo'ldi. Уже bizda 2 talab bo'lib ketgan magazin. Urizorga boramiz, Urizordan polni ro'zg'or qilib kelamiz. Adajon bilan birga boramiz. Adajon ishdan bo'shagan paytlar edi. Fayzil akam u do'konda o'tiradilar, Ojon bu do'konda o'tiradilar, Sardor o'tiradi. Bolalarga umuman qarashga vaqtim yo'q. Bolalar nazarimda o'zidan o'zi katta bo'lish kerak. Asli Ojon qaraganlar. Men nazarimda bolalar o'zi katta bo'lib qolgan deb o'ylaganman o'sha paytlarda-da. Bo'ldi, pishirmayapsizlarmi? Faqat do'konda ishlayapsizlarmi? Do'konlarda ishlayapmiz, pishiriq ham qilyapmiz uni orasida hali. Faqat biz bulochka qilmayapmiz. Bu paytlarda tortlarga ham o'qib chiqqanman, Iffatli kelinda ham o'qib ko'rganman. Pishirishni именно mana shu konditerskiyni juda ham yaxshi ko'rardim o'zim. To'ylarga tortlar ham qilardik, har xil 3 etajli.
keyin bir kun so'rikletda shunaqangi zakaz tushdi. Bitta klientimiz menga shunaqa необычный tort qilib ber deyapti. Mashina bo'lsin deyapti. Voy, men hali mashina tort qilmaganman desam, ну ты мне сделай deyapti. Вот ребенок хочет прям машинку deyapti. Men qila olmayman desam, yo'q, qilib ber, sani narsalaringni prям yaxshi ko'rib yeymiz deyapti-da tortlarni. Shu bilan keyin, xo'p dedim. Keyin Fayzli akamga aytdim, Fayzli dedim, bittasidan dedim, tort mashina zakaz oldim dedim. Shuni dedim, menga qilishib bera olasizmi desam, qilishaman dedilar. Shu bilan endi birinchi ideya mashina endi mana shundoq bo'ladi, примерно. Birinchi qilgan ishim ikkita biskvitni pishirib olganman, to'rtburchak qilib, bo'ldi. Men uni forma qilib oldim, yopishtirdim, kremladim, tayyor qildim. Keyin Fayzli akam kelganlar, endi buni nima qilamiz? Mana shu mashina qilishimiz kerak. Shu bilan tayyor уже kremlangan tortni, biskvitni formalarini kesib, xuddi o'zimizning 02 furgonimizga o'xshagan tort qilganmiz. Faqat Jeep deb yozganmiz, uni rasmi ham bor. И прям пусть машинка, чтоб стояла на баллонах deganda tag'im. Keyin haligi biskvitlardan biskvitni pishirib, shakarni qaynatib, prям karamel bo'lgungacha qaynatib, biskvitni dumaloq qilib, o'shanga botirib olganmiz. Botirib olib qo'ysa, u prям karamelda bo'lgani uchun qotib qolar ekan. Shunaqa qilib balonlar ham qo'yganmiz. Magazinga lekin pishiriq topshirmasdinglar. O'zimizning, уже tashqaridagi magazinlarga topshirmaymiz, vaqtimiz umuman yo'q. Lekin o'zimizning magazinlarga pishiramiz. Masalan, so'rikletdagi joyimizga har kuni kechqurun soat 5-6 dan keyin 4 ta list pishiriq olib boramiz. 4 ta list pishirig'imiz tugaydi. Betdagi do'konda ham xuddi shunaqa. Lekin buni oralarida pishiriqlar pishiramiz, hamma narsa qilamiz. Hali so'rikletdagi do'konga chiqmasdan oldin biz garajda savdo qilganimizda biz selyotkani ham sotardik. Selyotkani o'zimiz O'rizordan olib kelib, Fayzli akam ikkalamiz tuzlardik. Muzdek bo'lardi. Umid akamnikiga chiqib, suvla qaynatib, ojon retsept o'rganib kelganlar-da. Selyotkalarni ham o'zimiz tuzlardik. Ani nimaiki qilish mumkin bo'lsa, hammasini qilardik. Qanaqadir Allohim bizga shunaqangi kuch-quvvat bergan ekan, nazarimda qiynalmaganmiz hozir. Sut qatiqqa borardik, endi pishiriqlar qilamiz, uni orasida sutlarga borganimizda sut olib kelamiz, uni qatiq qilamiz, do'konlarga qatiq qilib ham sotamiz. Bozorga borganimizda o'sha bodrinlar yopadigan paytda borsak, 100 kilo, 200 kilo qilib bodrinlar olib kelamiz, u bodrinlarni yopamiz, magazinlarga ularni olib chiqib sotamiz. Ani nimakidan pul qilish mumkin bo'lsa, hammasini qilardik. Lekin qilish kerak ekan deb majburiyat bilan emas-da, u o'sha yo'l-yo'lakay ko'rdik, oldik. Qanaqadir o'sha ishlarni hammasini rostdan o'sha mehr bilan qilardik-da. Voy, qilsak boyimiz deb emas уже. Qanaqa qilsak, o'sha ozgincha vaqtimiz ham bo'sh qolib ketish kerak emas edi. Hamma narsadan Allohim o'zi shunaqangi bir bizga kuch-quvvat bergan. O'sha hamma ishni birga qilganimiz uchun ham hamma ishimiz ancha yengil bo'lgandek. 2007-yilgacha biz shu do'konlar bilan ishlaganmiz. Keyin 2007-yildan keyin kichkina qizimiz tug'ilgan. Kichkina qizimiz tug'ilishidan 2 kunmi, 3 kun oldin so'rikletdagi do'konimiz yopilib ketgan. Yopilishini sababi endi u dala do'kon bo'lgan, bizni dala do'kon qilib emas, har xil narsa sotganimiz uchun bizning do'konni yopib qo'yishgan. Domimizning oldidagi morojniy tochkamizda keyin suv ham sotganmiz. Suv sotganimizda u stolga assortiment terilardi-da, lekin xolodilnikda turmasdi. Xolodilnik domda, uyi ichida turardi. Keyin mabodo suvga klient kelib qolsa, yugurib kelib taqillatardi. Biz ikkinchi etajda turamiz, uyimizda mana bunaqa reshotka bo'lardi. Reshotkamizga ip boylanganda pastdan chiqib turadi, arqon qalinroq. U arqonni alyuminiy krishka bo'ladi-yu, narsalarning qopqog'i. O'sha boylangan bo'lardi. Pastdan ipni mana bunaqa qilib tortgan, tiring qilib turardi-da, shuni yugurib kelardik-da. Nima derdik? Kola, bu narsa derdi. Ipni tushirib berardik. Endi u paytda unaqa do'konlar, assortimentlar unaqa katta bo'lmagan-da.
uni orasida shunaqa bo'ladi, Fayzil akam pravalarni oldirib qo'yadilar. Pravani oldirib qo'yadilar. U paytda juda katta pulga olamiz. Aniq eslolmayman. Juda katta pul bo'lardi-da. Keyin biza u paytda topgan pulimizni hammasini oyijon adajonga beramiz. Endi bizani asl bu ishlashdan maqsadimiz oilaviy boyish bo'lgan. Shuning uchun bizani hop pulimiz yo'q, uydi buydi demasdik. Kechqurunlari Fayzil akamning oldilariga borgan paytlarimda 1 soat bo'lsa ham, 2 soat bo'lsa ham orada o'sha mashinalar bor, taksi qilib kelardilar. Chunki pravani olishga pul yig'ardilar. Sodadan olib ishlatilmasdi-da. Imенно shunga taksi qilardilar. 40 let do'kon yopilgandan keyin nima qilgansizlar? 40 let yopilgandan keyin Fayzil akam mashina olib sotardilar. U paytda shunaqa Uzdevo mashinalarni sotish, qanday o'chirtlarga turish bo'lardi. Shunaqa qilib mashina biznes qilganlar. 1 yilcha qilgan bo'lsalar kerak uni. Bu orada men pishiriq qilardim, lekin u do'konimiz yopilgan, faqat pastiga qaynim ishlaydigan do'kon ishlayapti. Unga bozor qilib kelamiz, lekin har kuni O'rizorga boramiz. Bir haftada yo'q deganda 3 marta bo'lsa ham borib kelamiz. Adajon bilan boramiz O'rizorga. Keyin 2008-yildan keyin biz O'rizorga ko'p qatnaganimizdan keyin hamma Qozog'istondan narsa olib kelayotganini ko'rganmiz. 2008-yili Fayzil akam bilan birga Qozog'istonga qatnashni boshlaganmiz. Qozog'istonga qatnab har xil narsa olib kelardik. Unda ham o'sha ishimizni optim boshlagan ekanmiz. Donadan emas, uni dona qilishni tushunmaganmiz. U yoqdan konfet olib kelardik, gazel konfet olib kelamiz. Mushuni ovqati kechki ham olib kelamiz, kirsovini ham olib kelamiz. Uni ham sezoni bo'lar ekan. Masalan, konfet qishda ketar ekan, kirsovun yozda ketar ekan. Endi bu narsalarni tushunmaganmizda, masalan, endi umuman boshqa sohadan bu sohaga o'tganimiz uchun bu sohani kuzda boshlaganmiz. Kuzda hali kirsovun ketyapti. Bor pulga kirsovun bosib qo'yganmiz. To ular kirib kelguncha уже kech kuz bo'lyapti. Kech kuzda kirsovun ketmas ekan. O paytda уже konfet zo'r ketar ekan, osh-ovqatlar ketar ekan, pamperslar zo'r ketadigan payt bo'lar ekan. Shunaqa qilib biz 1 yil shunaqa biznes bilan shug'ullanganmiz. 2008dan 2009-yilgacha. Mollarimiz уже oxirida kirishi juda ham qiyinlashib ketdi. Kundan kunga konfetlar kirishi, konfetlarni qimmat konfetlar olib kiramiz. Uni olib kirib beradigan bolalar orasidan yulib olib qo'yadi. Xullas dollar ko'tarilyapti. Shunaqangi bo'lganki, 2000 dollarga narsa olib kelsak, to pullarimizni endi mollar hammasini tarqatamiz. Pulimizni yig'ib olib dollar qilgunimizcha 2000 bo'ladi yo 1950 bo'ladi. Chunki kurs shunaqangi o'ynayapti kundan kunga. 1 yil ishlagan pulimiz, 1 yil ishladik, o'sha 2000 bilan boshlasak, bu 2000 ligicha masalan tururgan. Ko'paymagan, sababi dollar kundan kunga oshurgan. Keyin bu o'zi ish bo'lmaydi deb, shu bilan 2009-yilda mana shu ichki kiyim biznesiga o'tamiz deganmiz. Ichki kiyim biznesida Umid akaning ham hissalari bor. Ularni o'rtoqlarning oldiga borganmiz. Ular bilan maslahatlashganmiz. Chunki biz umuman bozorga chiqmagan odammiz, vobshe chiqmaganmiz. Pishiriq pishiramiz, sodadamiz, lekin kiyim-kechakda emasmiz. Shu bilan bozorga chiqamiz, ularning o'rtoqlari bilan maslahatlashamiz. Ular kiyim sotishadi. Sumka sotishadi adashmasam. Sizlar nima qilmoqchisizlar? Shunda aniq aytganman, yo ichki kiyim, yo pastelniy belyo. Shu ikkalasidan bittasi. Mayli qilib ko'ringlar, faqat katta pul tikmanglar. Chunki atrofingizga qarab ishlaysizlar. Nimadir ketadi, nimadir ketmaydi deganlarda, chunki gaplarda jon bor deganmiz. Mana bu kirsovunimiz, masalan, biz shu sohaga kirgandan keyin bilganmiz, shu kirsovun qishda ketmasligini. Odamlar qishda kiyimni kamroq yuvar ekan yozga nisbatan. Uni shunda tushunganmiz. Endi shuning uchun katta pul tikmaganmiz, kichkina pul bilan biz bu biznesimizni keyin boshlaganmiz. Bu biznesni boshlaganimizda aniq bilaman, birinchi kuni biz 60 ming so'm savdo qilganmiz. Lekin u paytda hamma o'rtoqlar savdo qilyapti, biz arzimagan narsa sotganmiz.
ikkinchi kuni ham 65 mingmi 70 ming savdo qilganmiz. Lekin bu savdo bilan qiyin bo'lib ketishini bilib turibmiz, lekin savdo hammada bo'lyapti. Shu orada Fayzil akam keyin chigit zavodga ishga kiradilar, qo'rovul bo'lib. Men pishirig'imni pishiryapman, zakazlarimiz bor paytda. Shunaqa qilib boshlaganmiz. Bozorda nechidan nechagacha ishlardinglar? Bozorda u payt juda voqli chiqardik. Soat 2da chiqilardi u paytda. 2da chiqiladi, soat 9gacha ishlanadi. 9da уже joyimiz 100% yig'ib bo'lgan bo'lishimiz kerak. Endi bizning joyimiz bozor bo'yicha hammada masalan birinchi qator, birinchi joy, ikkinchi joy, uchinchi joy bo'lsa, bizniki 5A bo'lgan. Sababi butun mana shu qatorlar bo'yicha 5A bo'lgan. 5A bo'lishining sababi hammani joy 2 metr bo'lsa, bizning joyimiz 180 bo'lgan. Biz u 180 joyi rovni 90ga chiqqanmiz. 90ga biz bilan bitta erkak kishi bor edilar, Chorsulik. Ular chiqqanlar. Yarmiga biz, yarmiga ular. Shunda bizning aniq 10 ta tursi modelimiz bo'lgan, 5-6 xil lifchigimiz bo'lgan. Boshlagan paytimizda. Fayzil akam shunaqa chigit zavodda ishlaydilar, chigit zavodda tag'im охрана bo'lib ishlaydilar. Охрана bo'lib ishlaydilar, endi betdan kechasi bilan uxlamasdan borgandan keyin u yoqqa borganda uxlab qoladilar. Zavod direktori 1-2 marta ko'rgan uxlayotganlarni hamda, "Sen nima unaqa o'zi охранада ishlasang sizlar?" Endi aka kechasi mana shunaqa ishlaymiz deb. Уже keyin уже Allohim o'zi mana bugun masalan 60 ming so'm qilsak, prям aniq esimda aytamiz. Allohim, shu bugun 100 ming so'm qilaylik derdik. Shunda aniq bilaman, Alloh bilan shunda gaplashishni birinchi boshlagan paytlarim deb o'ylayman. Aniq ungacha faqat minnatdorchilik bo'lgan, lekin aniq so'rashni boshlaganim o'shanda bo'lgan. Allohim, mana shu bugun 100 ming so'm qilaylik derdim-da. Shu bugun masalan 100 ming so'm qilardik. Keyin mana shunaqa qilib so'rayirdik. 200 ming qilaylik, 300 ming qilaylik, 400 ming qilaylik debdi. Shunaqa mayda puldan savdo qilganmiz. Bu videoni qilishimizdan maqsad kichkina narsalardan ham katta narsalarga erishish mumkinligi. Biz Allohdan nimaki so'rasak, Alloh bizga beradi. Hozir menda yo'q, men qila olmayman degan narsalar bilan agar o'tirsak o'tiraveramiz. Mana shunaqa kichkina narsadan boshlaganimiz uchun bu videoni qilsak manfaatli bo'ladi deb o'yladik. Tavakkal qilishdan qo'rqmanglar. Natijasiga emas, bu bo'larmikin degan mana shuncha ish qilganmiz biz birgalikda, oilaviyda, lekin nimagadir bo'lmayapti, o'xshamayapti degan fikr hech ham bo'lmagan ekan. Bizga nimadir fikr keldi, u yaxshi fikr Allohdan ekan. Nimadir fikr keldimi, biz shu narsani qilishga harakat qilganmiz. Hozir o'xshamayapti, bo'lmayaptiga hech ham ahamiyatimiz bo'lmagan. Shuning uchun ham balkim Allohim o'zi shunaqa ishimizni oson, yengil qilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun bu video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsanglar, qanaqa qilib keyin Kamila Underwear bundan ham zo'r yutuqlarga erishganini yana batafsil gapirib beraman.